Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana hozir sizlarga yana bitta video qilmoq hukmilarga havola qilyapman. Mana bugungi mani qiladigan videoyim bir ozgina sizlar bilan o'rtoqlashgan oldingi videolarim bo'yicha ozgina analiz qilamiz, ya'ni tahlil qilamiz deylik. Mana kanalimda mana bugun kecha tashlaganim kichkina qisqagina dalada yurib dalalardan daraklar deb bir artistlarni yaxshi ko'rasizmi yo'qmi savol javoblar. Keyin yana bitta davron qolur, davron ketavermi, nima qolurmi? Davron o'tkinchi degan videoni tashlagan ekanman. Unda ham yaxshi kommentariyalar. Rahmat hammanglarga. Keyingi yonariq qishlog'im to'g'risidagi qo'shiqni tashlagan ekanman. Undan oldin, demak, bundan 2 kun oldin 6-aprel kuni bir video qildim. Abror domla diniy bloger degan. Shunga men kommentariyalarga ahamiyat bermay yurdim. Shunga kelgan kommentariyalarni men sizlarga bir ozgina anaqa bersam, izohlab bersam. Allohning nazaridasiz. Mana Eminjon yozyaptilar. Otaxon rahmat debdilar. Sizga ham rahmat. Mana shunaqa yaxshi videolarni, pozitiv videolarni yozganlarni hammasiga rahmat. Negativ video, ya'ni e'tiroz bilan meni fikrimga qo'shilmay yozganlarga ham rahmat. Ularga ham hech qanaqa pretenziyam yo'q. Faqatgina endi ikkitagina videoni qaysi saviyada yozilyapti mana. Mana bittasi D mana. Ko'rsata qolaymi? Mana ko'ryaptimi? Ko'ryaptimi? Ana. Mana shu mana o'rtada mana. Shuni nima deb o'qiysizlar? Mana shu odamni hozir men sizlarga kommentariyasini o'qib beraman. Bu odamning kommentariyasi mana bunaqa bo'lyapti. Birodari, to'rimizdan go'rimiz yaqin bo'lib turgan bir vaqtda Allohdan sikrab, uni tushunmadim. Allohdan sikrab deb yozganini. Bilmadim, Allohdan qo'rqib demoqchimi? Ibodatimizni qilganimiz yaxshi emasmi debdilar. Juda to'g'ri, rahmat sizga. Lekin birodarim, siz anaqangizni to'g'rilab oling, yo familiyangizni, yo ismingizni, yo otangizni sharifini yozing. Ismi Sharif deydi-yu. Bir bola harfli yozgan. Siz mendan ancha yosh, menimcha o'g'limdan ham yosh bo'lsangiz kerak. Men bu o'zingizga tanlagan na bir klichka emas, ya'ni bir psevdonim, taxallus deydimi? Bir ma'no bermayapti. 8 ta harf qo'yibsiz. Endi sizni menga bergan maslahatingiz uchun rahmat. Sizga bitta savol. Kimda bir kunda 24 soat, bir sutkada ishqibozchilik bilan mana ijtimoiy tarmoqqa bloger sifatida emas, shunchaki o'zini fikrlarini bildirib birorta narsa tashlash, bu qonun tarafidan belgilanadimi? Video qo'yish, o'zini ovutib, masalan, ijtimoiy tarmoqda hayotda inson qaraganda o'zini o'rnini yo'qotib qo'ygandek bo'lmasdan oldindan beri aytaman, ijod qilib kelayotgan inson, she'rlar yozib, gazeta, maqola, ocherklar yozib kelayotgan inson mana shu o'zini fikrlarini shu yerga kirib birorta bir yaxshi videolar yo bir fikrlarni aytishi qonundan taqiqlanganmi, diniy tarafdan taqiqlanganmi, yo sizga o'xshagan juda ham aqllilar tomonidan taqiqlanganmi? Nimaga bu sizni razdrajat qilyapti? O'shaning uchun bugun shapka kiyib oldim. Do'ppimni yechib qo'ydim-da shapka kiyib oldim. Chunki ba'zi bir insonlar bor, shunaqa ko'rinishdagi bo'lgan odamlar, dunyo qarashi shunaqa, ichi to'la kir, yiring, g'am, g'azab, alamdi. Men do'ppiga farishtadek bo'lib o'tirsam, go'yoki men yotib olib 24 soat dumalab namoz o'qib. Siz bilyapsizmi men ibodat qilyapmanmi, qilmayapmanmi? Demak, kimdadir 15 minut, 20 minutlik video tashlagan odam umuman ibodatdan mahrum bo'lgan odam bu hisoblanadi. Bu sizni shunchalik
o'sib ketgan kuchli aqlingizni men tahlil qilmoqchiman-da. Yoki siz ibodat qilayotgan ekansiz. Men uchun qilyapsizmi? Agar men ibodat qilmasam siz do'zaxga ag'anab ketasizmi? Yo bir yaqinimisiz meni, bolamisiz, o'g'limmisiz? Yoqmasa men qo'lingni borib, palishini bundaq qilib yuborsang mana telefoningni bundaq qilsang, men o'tib ketaman. Bo'ldi, maqasan. Endi men aytayotganimki, sansirayotganim sababi birodar, mana nasihat qilyapsiz-da. Qo'yayotgan nom, o'zingizga qo'yib nomingizni qarang endi. 4 ta harf, 3 ta harf nimani bildiradi u? Siz shunaqa aqlli ekansiz, nimani bildiradi u? Nimani? O'shani menga sharhlab bering, avvalo o'zingizni o'sha 8 ta tepada 3 ta harf, pastda 7 ta bir balo inglizcha, lotincha harflaringizni menga sharhlab bering. U mana masalan SSSR degani Sovet Sotsialistik Respublikalar ittifoqi o'zbekchasiga. Soyuz Sovetskiy Sotsialistik Respublika degani. BMT degani Birlashgan Millatlar Tashkiloti. AQSh degani Amerika Qo'shma Shtatlari. Sizniki nima bu? Sizniki. Hali harflar nimani bildiradi? Oyingizni, adezni, bo'yingizni yetib pushdingizmi? Mana sizga savol. Ikkinchisi endi bundan keyingi ikkitaginasini o'qiyman yetadi, chunki bemaza narsani ozishirinku endi shunga majbur qilishyapti. Mana bittasini endi qarayman buni. Mana buni anaqasi psevdonim, ya'ni internetga chiqadigan mana buni ko'rinishi, ya'ni familiyasi ham, ismi ham yo'q mana. Mana Pandabe debdi. Pandabeni endi qarab turing. Oldin kommentariyasini o'qing Pandabeni kommentariyasini mana qarang. Abrorni ismini qo'yib chiqar ekansiz, hech qachon obro' topolmaysiz. Yaxshimi, yomonmi o'zingizni nomingiz bilan chiqing. Tuppa-tuzuv odam desam, siz ham hayfajor ekansiz. Bu yo'ldan qayting, yo'qsa kulgiga qolishingiz mumkin. Eshingizni yeb qo'yibsiz, birodar, ukam debdi. Nohot mayli, yoshlari kattadir, ukam degandirlar. Men 270 ga kelganimni bilib qolgandirlar. Lekin mendan yosh katta odam o'ziga Pandabe deb nom qo'yishini men tasavvur qila olmayman, mumkin emas. O'zidan bir asbobsiz bir katta narsani yasab olgan, mendan o'zini katta qilib ko'rsatyapti, ukam deb. Men tengilarni ko'p 90% ijtimoiy tarmoq menga telefonlarga kirishni bilmaydi. Bu endi Pandabe qo'yapti-da, kiryapti. Endi o'zi kim ekan deymi? Menga bu g'ashlik qilib, g'ayrli qilishini sababi haypajorlik qilyapsan deydi. Sen tuppa-tuzuv odam dedim. Abror nomini men katta xolayni nomini qo'yib qo'ymayman. Men Nuriddinov Furqat bo'lib chiqyapman. 3 ta harf, 4 ta harf qo'yib chiqmayapman. Shunga farosating yetmadimi? O'zing hali harf qo'yyorsan, menga maslahat berib, ya'ni meni ukam deb qo'yyorsan. Abror ismini qo'yib chiqar ekansiz, hech qachon obro' topolmaysiz. Yaxshimi yomonmi o'zingizning nomingiz. Men o'zimning nomim bilan chiqyapman. Sen o'zingning nomingni to'g'rilab olgin. Ana endi men javob yozyapman bunga mana. Abrorni ismini qo'yib chiqar ekansiz, hech qachon obro' topolmaysiz deb davom etkizgan gapiga men aytayapmanki, Abrorni ismini qo'ysam, uni kushandalari uxlamasdan kutib o'tirarkan-de. Qaysi kanalda Abror domla degan ism chiqib qolsa, o'shanga yopishaman, o'shanga osilaman, arg'imcho uchaman deydigan sizdagi odamlar ko'p ekan-de. Endi meni hech qachon obro' topolmaysiz degani, meni obro'yimni maqasan, menga achinib. Bizda ota bo'zdan bitta maqol qolgan. Birovni g'amini yeguncha deydi, o'shani yegin deydi. Hayfjorligim hech kimni siqmasin aka dedim. Oxirida aka deb qo'ydim pandani. Men nima dey boshqa endi. Yomon gap gapirmadim, yomon atvet qilmadim. Hayfajorligim hech kimni siqmasin aka, shu jumladan sizni ham siqmasin, xo'pmi? Siqilurmang hamma narsaga. Voy bo, yana senga ham aytaman. Bunda qilsang o'tib ketadi. Maqasan o'zing sharmanda qilib tasayotgan ekan, ishtonsiz yurgan
Tuzasi yurtda odamni ko'rib mayna qilgan ekan deydi. Sen menga aytasanki, Abrora nomini qo'yib chiqsangiz, hech qachon kulgi bo'lasiz, sharmanda bo'lasiz deysan o'zingiz. Men o'zim nom bilan chiqyapman. Faqat Abrorni boshlayotganim men blogerlar haqida gapirdim. Blogerlarni bir qancha turlarga bo'ldim o'sha joyda. Faqatgina Abror ham diniy bloger. Uni masjidning imomi yoki hali muftiyatda bir muftiysi deb tushunmagan. U sanga o'xshaganlarni hammasini basharasini ochadigan, har bir narsaga ilmiy nuqtai nazardan, ya'ni asosan diniy nuqtai nazardan yondashadigan odam. Shuning uchun u ham bloger. O'tdaman blogerlarni bir qancha turlarini ko'rsatdim. Sen o'shani o'qib, o'shani tegiga, o'shani ma'nosiga yetishing kerak edi. Abrorni ko'ra butun badaningdan chumoli yugurib ketib darrov menga kirib, ukam, demagindi. San ishtoningni kiyib olgindi. Enakim, voy, tuzing yirtiq ekan, boboy desang bo'ladi. Senga men ukalik qilmasam kerak. To'g'ri, tan olaman, sen yoshingni bilmayman, sen meni yoshim balki bilarsan. Lekin men 2 kam 70 da bo'lsam, sen 70 dan oshgan odam o'zingga panda deb qo'yib. Endi eng qizig'i, bu nima qilib deytimi panda de? 2025-yilda bir anaqa kanal ochgan ekan menga o'xshab. Menga ochganimga endi 2 oy bo'ldi. Ochgan ekanda bitta video tashlagan ekan. Bitta chol bilan kampir o'tiribdi, bir bu ibodatgo'yning gapi bu. O'zbekcha, musulmoncha ikkita boboy, bir 80larga chiqqan chol kampir, unda qilib hazillashayotgan videosini qo'yibdi. Endi mayli, bu ham yaxshidir. Yaxshi ko'z bilan qarasa, o'zing bunda dindorlik ko'zing bilan qarang, cholli kampir balki ular artistlardir, men tanimaydigan, mashhur emas artistlardir. Unda bir-biriga qiliq qilyapti-da. Shuni qo'yibdi-da, 3 ta prosmotr bo'libdi-da. Shu bilan kanal to'xtabdi o'shandan bir. Bunaqa emas-da endi azizlar, sal insof bilan bir-biringizga yondashinglar, o'z kulgi qilmanglar. Iltimos. Endi men hech so'ramasdim-da, ana artistlar shu qo'shiqqa ovoz bering, shu qo'shiqqa ovoz bering, iltimos ovoz beringdir-diyu. Endi mana sizlardan so'rayman endi. Shularga na prinsip, bloger bo'lmasam ham boru, podpisatsiya qilib qo'yinglar, iltimos. Shunda like bosib qo'yinglar, podpisatsiya qilsanglar turadi, kirib ko'rishinglar ham shart emas. Menda ko'payadi podpischi. Menga qiziq bo'ladi. Sizlar o'ylamanglar, haypajor deyapti-yu men bu. Hayp qilib voy, men u yoshdan o'tib bo'lganman, menga blogerlik kerak emas. Prosta shuncha yil ishladim, 43 yil, hech kimga kerak bo'lmay, qolgandek bo'lmay deb, dalamda mehnatimni qilaman kechgacha, mol holimni boqaman kechgacha. Dehqonchilik bilan shug'ullanaman, bog'larga qarayman, navaralarim bilan o'ynayman, navaralarimga kerakli tarbiyalarimni beraman. Hijolat bo'lmalaring, nabodo bu furqatdoda do'zaxga tushib ketsa bizdan qo'limizdan ushlab tushib ketadi deb ibodatimni qilaman o'zimga yarasha. Lekin sizlarning ibodating o'zingga, meniki o'zimga. Birovni go'riga birov tushmaydi. Qo'yni ham echkini ham o'zini oyog'idan osadi. Voy sani farosatingni aynan, ey eshay minganlar, ey. Mayli, uzr, sizlarning kayfiyatinglarni buzmadimmi ish qilib? Like bosing. Ekranga kitirib qo'ying deydimi? Taninglar sog' bo'lsin, yana video qilaman sizlarga. Na prinsip.